Assalomu alaykum, eksklyuziv sizlarga eksklyuziv variantlarni obzor qilib berishda davom etadi. Xuddi mana shunaqa eksklyuziv variantimizga kelganmiz. 3 xonalik 3-qavatda joylashgan 100 metr kvadratni tashkil etadigan 3 ta xonalik va mana shunaqa chiroyli holiga ega bo'lgan kvartiramizni video obzorini to'liq ko'rsatib o'tmoqchimiz. Shoshmasdan bemalol ko'rib o'tishingiz mumkin. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Holimizga e'tibor beramiz. Chiroyli mebellashtirilgan oppoq mebellar, zamonaviy mana shunaqa dizayn, lyustralarga bitta e'tibor beramiz. Bu kvartiramiz full komplektatsiya bo'ladi. Hamma narsa qo'yib o'tilgan. Mana televizor ko'rishingiz mumkin har bitta xonada. Konditsionerlargacha mana yozning hozir issiq 40 graduslik issig'ida ham salqinlik berib turibdi. Xo'p, kvartiramizga kirib kelishimizni ko'ramiz. Mana bu yerda kvartiramizning kirib kelish eshigimiz, chiroyli domofonli zamonaviy eshiklar qo'yilgan, chiroyli dekorativ oynalar, podsvetkalik shkaflar va prixo'ja mebellariga alohida e'tibor beramiz. Va kirib kelishimizda birinchi eshigimiz albatta bu umumiy sanuzolimizga bitta e'tibor beramiz. To'liq shart-sharoit qilingan duxkontarning kotel yordamida isitib beriladi. Undan tashqari suv isitgichlar ham bor. Keling, mana bu oshxonamiz uy bekalarimizga albatta yoqadi, chunki hamma sharoit qilingan bu yerda. Stolovaya zona, o'zining ixcham 4 kishilik va rabochiya zonasiga e'tibor beramiz. Rakvina, idish-tovoq yuvadigan posdomoykalargacha qo'yib o'tilgan. Juda ham hamma kvartirada ham bunaqa sharoit qilinmaydi. Ayniqsa mana shu mashina qo'yilmaydi. Xo'p, kvartiramizning mehmonxonasini ham ko'rsatib o'taman, marhamat. Chiroyligina bo'lyapti. Oppoq mana shunaqa 12 kishilik stol-stullar qo'yib o'tilgan. Atachenta uslubidan foydalanilgan. Televizorlarimiz, uzun lyustramizga bitta alohida e'tibor beramiz. Bu eshik nima deb savol berishingiz mumkin. Bu eshik albatta oshxonaga kiradigan ikkinchi eshigimiz bo'lyapti. Uy bekalarimizga qulaylik yaratish maqsadida oshxonadan mehmonxonaga o'tiladigan alohida eshik ochilgan. Juda ham qulay hisoblanadi. To'liqligicha to'pli pol yordamida kvartiramiz isitib beriladi. Kvartiramiz Samarqand shahrida, aeroport tomonda Grand Sultan to'yxonasini samarqandliklar yaxshi biladi. Shundoqgina orqasida bo'lyapti. Marhamat, bu 2 kishilik bolajonlarimiz uchun chiroyli sharoit qilingan yotoqxonamiz bo'lyapti. 2 kishilik yotoq mebeli, mana shunaqa chiroyli dekorativ shkaflar, stroyniy shkaflar ham qilingan ikkita yon tomonda. Umuman narsalarni qo'yishda mana tepalarga ham e'tibor beramiz. Hamma joyda shart-sharoit qilib qo'yganlar akamiz. Umuman kelsangiz kirib yashaydigan darajada hamma sharoit qilingan. Xo'p, mana bu esa kvartiramizning asosiy yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin, master spalnya hisoblanadi. Hamma narsa qo'yib o'tilgan, jurnalli stolikgacha, ayollarimiz kosmetik narsalarni qo'yishlari uchun, bezanishlari uchun oynalar ham qo'yib o'tilgan. Chiroyli podsvetkali oynalarga ham e'tibor beramiz. Stroyniy shkaflar, umuman ko'p kishi so'raydi, yotoqxonada ham shkaf bo'lsin deganlar uchun va albatta o'zining yuvinish xonasiga ham ega. Shuning hisobiga master spalnya hisoblanadi. Xo'p, barcha narsani ko'rsatib o'tdik degan umiddaman. Xo'p, kvartiramizning narxini akamiz 138 ming AQSh dollari so'rayaptilar va yana albatta kelishtirib beriladi. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, quyida raqam yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.